Shahzoda Muhammedova va Marat Xayrullayevich ommaga o'z sirlarini ochdi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Marat Xayrullayevich va Shahzoda Muhammedova o'zlarining to'ylaridan oldingi munosabatlari va undan keyingi bo'lgan mojarolar va yaxshi kunlar haqida shunday deydi. Marat Xayrullayevich Shahzoda Muhammedovaga uylanmoqchi bo'lganida pullarini ololmaganini va o'sha vaqtda uning ishlari yurishmaganligi sababli bahorda bo'lish kelgan bo'lgan to'y aslida kuzda bo'lganining sabablarini ochiqladi. O'sha vaqtlarda nimagadir ishlarim yurishmadi, lekin kuzga borib to'yni qilmoqchi edim. Bularni Shahzodaga aytsam, u menga turmushga chiqishga rozi bo'lmaydi deya o'ylaganman. Shahzoda Muhammedova esa menga to'ydan oldin juda katta shartlarni qo'ydi. U menga turmushga chiqishni istamayapti deb o'ylaganman. Lekin to'yga bir oy qolganida men 3 ta loyihani imzoladim va to'yimizning hisob-kitoblarini hisoblaganda bizda $60,000 dan ziyod pul ketishi aniq bo'ldi. O'sha loyihalardan avans sifatida menga $65,000 pul berishdi. Shu sababdan to'yni tezlashtirib, to'yni o'tkazib yubordik. Shahzoda unday injiq va qaysar ayol emasligini tushundim. U har qanday vaziyatda ham meni tushunishga harakat qildi. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda turdi. Farzandlarimga qaradi. Men Shahzodadan minnatdorman deydi Marat Xayrullayevich. U bilan ko'p oilaviy janjallarimiz boshida bo'lgan. Haqiqatda xotin urushganda avval ayolni eshitish kerak, chunki ayol kishiga erkak kishining bas kelishi bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Chunki hammada o'sha vaqtda men haqman degan fikr bo'ladi. Oilani saqlab qolishni istaydigan erkak hamisha keyinroq barchasini gaplashib olamiz, hozir unday vaziyatda emasmiz deya urushni to'xtatishi kerak deydi Marat Xayrullayevich. Bu so'zlarga ham Shahzoda Muhammedova shularni qo'shimcha qiladi. Hamisha erim bilan tortishib qolganimda mening ovoz diapazonim erimnikidan past bo'lganligi sababli ko'pincha ovozim eshitilmay qoladi va meni umuman eshitmaydilar va men urushni to'xtatib u kishiga boshqa xonaga o'tib SMS yozishni boshlayman. SMSlarimda barcha gaplarimni aytaman va u kishi meni albatta o'qiydilar va tushunadilar. Oxirida ayblarini tan olib mendan kechirim so'raydilar. Erimning shu fazilatlarini hurmat qilaman deydi Shahzoda Muhammedova. Hozirgi kunda Shahzoda Muhammedova va Marat Xayrullayevich ko'pgina xayriya ishlarini olib bormoqda. Yaqindagina hech qanday uyi va sharoitlari bo'lmagan bir ayolga Marat Xayrullayevich o'zi qurayotgan uylardan birini sovg'a qildi. Shunday ekan, Shahzoda Muhammedova va Marat Xayrullayevich muxlislari videosida bir dona like tugmasini bosib, ularga omad tilaymiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirish yodingizdan chiqmasin.